Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim bugün sözleydiğimiz amanetdarlık. Ben bu amanetdarlık degan sözünü biraz oylanıp durup işlettim. Çünkü asli ishonchga yaraydigan bo'lish, amonatga xiyonat qilmaydigan bo'lish degan ma'nodagi bir so'z. Ammo biz ishonchga yaraydigan bo'lish desak, birla ma'nosi ifodalanib qoldi ekan. Shuning uchun şu Arap tilidagi asli söz. Çünkü amanet degan so'z bizda bor. Şu onunla kendi qo'shimcha orqali amanetdarlik degan so'zlar ifodalamoqchi bo'ldim. Hamda emanet degan bu söz tumuri amina degan so'zdan kelgan. Bu hisobda iymon aytishdiki amana bilan o'xshash bir tumurdan kelgan so'zlar. Bir odamga ishonish, yani ma'lum bir odamga ishonish, o odamni xotirjam qilsa, unaga tayin olsa, bu emanet oldu. Hem de bunun söz ma'nosi şu, boshqalarga ishonch qilish, tayinish, ma'lum bir qo'rqish, g'am andishidan xotirjam bo'lish degan ma'noda. Odatda hamda birisi amonet degan so'z, texmi tushunishlik aytsak, xiyonat degan so'zdan qarama-qarshisi. Yani xiyonat qilish degan so'zning qarama-qarshisi amanet. İkincisi, bu emanet degan so'z, bayam degandek amina deganning harakatnom shakli. Arabcha mastar shakli deymiz. Bu nima degan gap desa, bu ishonchli bo'lish degan ma'noda. Hamda uchinchi ma'nosi, odatda biz ma'lum bir kishiga vaqtli saqlab berishga tegishlik biz bergan moddiy narsalarni ko'rsatadi. Masalan, bizning palonda bir omonatim bor desak, belki bir pulumuz bo'lishi mumkin ve başka bir narsamiz bo'lishi mumkin. Endi umuman aytgan vaqtda omonat degan, bu oxirgi ma'nosini biz iste'molda eng ko'p ishlatamiz. Ya'ni biz boshqalarga topshirilgan muayyan vaqtdan keyin bizga qaytarib beradigan narsalarimizni biz omonat deb ataymiz ve bu eng ko'p ishlatildi. Ammo biz bugun so'zlaydigan omonatdorlik degan vaqtda nuqul bizga topshirilgan narsaning o'disdan chiqish yoki xiyonat qilmaslik degan ma'noda emas. Umuman aytgan vaqtda biz omonat deganimiz şu boshqalarga topshirilgan moddiy va ma'naviy narsalar. Bu şu omonat topshiriluvchi kishidan şu omonatga loyiq bir qator mas'uliyat va majburiyat talab qildi. Omonatning asli egisi topshiruvchi, omonatni oluvchi, şu omonatning haqqidan omonatning haqqini ado qiluvchi kishi. Allah Qur'oni Karimda bu ma'noda mundaq deydi. Allah sizlarni omonatni ahliga topshirib berishinglarga buyuruydi. Yani innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yana bir oyatda, yani sura Mu'minunning 5'ida şu müminlarning 15 sifatini so'zlaydi. Shuning ichida birisi vallazinahum li amanatihim ve ahdihim ra'un. Yani o kishilar, yani müminlar o'zi bergan ahdiga ve topshirilgan omonatga rioya qiladigan kishilar deb shunday degan. Ya'ni mu'minlikning bir sifatida tasvirlagan. Endi biz Payg'ambar alayhisolamni payg'ambar bo'lishini ilgari Makka ahlining amin deb ataydiganligini bilamiz. Buning ma'nosi ishonchlik, yolg'on gap qilmaydi. Omonat qo'ysak, biz butunlay xotirjam bo'la olamiz. Ya'ni biz xotirjam bo'la oladigan bir odam, bizning ishonchimizni yerga qo'ymaydigan bir odam degan bir güzel bir laqam bilan sifatlagan. Allah Qur'oni Karimda yana Payg'ambar alayhisolamni o'zini sifatlagan vaqtda inni lakum rasulun amin degan. Ya'ni men haqiqatan ishonchli payg'ambar deb shunday degan. Endi bu yerdagi omonat degan so'z nihoyatda kuchli bir ma'noga ega. Biz payg'ambarimizning yana bir hadisini bilamiz. Omonatga xiyonat qilishning munofiqlarning to'tqil sifatining ikkinchi ekanligini biz hadislarda ko'ramiz. Yani omonatga xiyonat qilish. Endi men bu yerda bir narsani ta'kidlay. Biz Uyg'urchada omonatga xiyonat qilish degan vaqtda bizga topshirib berilgan narsalarni zoya qilib etmaslik, yo'qotib etmaslik, egisiga vaqtida qaytarib berish deb buni moddiy nuqtadan tushunamiz. Ammo bu yerda omonatning yana bir ma'nosi bayon deganimdek, ishonch qilinsa, ishonchini yerga qo'yish degan ma'noda. Masalan, biz bir odamga ishonch qilsak, u ishonchini yerga qo'ysa,
Yani o işençli aqlayanmasa, umu bir xil xiyanetning bir şekli. Hem de Enes İbn Malik rivayet kılgan bir hadiste mundaq deydi. Peygamber Aleyhisselam digidek barliq hutbalarda bunda nasihat qilishni unutib qolmaydi deydi. Yani la imane limen la emanete lehu. Buna ait ig'ir gap. Yani işenç kılınmagan kişide iman yok diye. Yani işenç kılınmagan kişide, işengili bo'lmagan kişide iman yok diye. Yani bunda adetdeki bir iş emas. Yani amanetdar bo'lmaslik, bu da kichik gunohlardan emas. Bevosita imonga bog'langan ait ig'ir bir masala. Hazreti Ömer mundaq deydi. Ben kishilarga baho bergan vaqtimda, men ularning namoz o'qig'ini, ro'za tutquniga qarab baho bermayman. Bu odamni ishonchlikmi yoki emasmi? Yani amanetdormi yoki emasmi? Men mushuning qarab insonlarga baho beraman deydi. Hamda biz oxirida gerçi biz amanetning bir qancha ma'nosini tushungan bo'lsak, men texmi konkretlashtirib, men buni bir qancha turga bo'ldim. Birinchisi amanetning birinchi ma'no qatlami diniy amanet. Yani dinning o'zi bir amanet. Bu haqda Allah Qur'oni Karimda mundaq deydi. Şüphesizki biz amanetni, yerdeki amanet degan nima? Yani dinni, Qur'onni, shariat takliflarini osmonlarga va zaminga, tog'larga tanladik. Ular buni o'z ustiga olmadi. Uning ig'irligidan qo'rqdi. Uni inson ustiga oldi. Yani bu yerda amanet degan so'zni Allah bu oyatda din ma'nosida ishlatgan. Yani bizning dinimiz ma'lum nuqtadan aytganda bizga topshirilgan bir amanet. Qisqartgan vaqtda bizning bu amanet oldidagi majburiyatimiz bir qancha. Birisi bu amanetga ishonish, ugunish, amal qilish, qo'g'dash va taqtish. Biz bu shu 5 vazifani ado qila olsak, menimcha biz bu amanetning o'disidan chiqqan bo'lamiz. Ikkinchisi, bayam dinimga o'xshash ma'lum topshirilgan moddiy amanet. Yani biz boshqalarga topshirgan, bu balkim bir boylik bo'lishi mumkin, pul bo'lishi mumkin, yoki ma'lum boshqa bir, hatto bir kitob bo'lishi mumkin. Mana bu narsalarni biz amanet deymiz. Ey müminlar, Allohga va payg'ambarga xiyonat qilmanglar. Sizlarga qo'yilgan amanatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar. Ya'ni mayadagi ma'nosi aniq, topshirilgan ma'lum bir narsani ko'z tutadi. Endi buni hammamiz eng biladigan ma'nosi bu shu. Yani Uyg'urlar amanet degan vaqtda darhol bizning kallamizga keladigan ma'nosi ishonchga yarash, yaramaslik degan gaplar emas, balki topshirilgan bir moddiy amanatning uddasidan chiqish, uni yo'qotib etmaslik deb tushunamiz. Ammo bu o nurg'un ma'nolarning ichidagi faqat bir ma'nosi. Endi to'rtinchisi sirlarni saqlash. Ya'ni boshqalarning bizga aytib bergan sirlari bizga nisbatan bir amanet. Biz moddiy narsa qanday muhim bo'lsa, bizga topshirilgan bu sirlarni shunga o'xshash muhim. Bu sirni boshqalarga aytmaslik, yaymaslik, fosh qilmaslik bu amanatning bizdan talab qiladigan haqqi. Agar biz buni shunda fosh qilsak, deb qo'ysak, xuddi bir moddiy narsaga qanday xiyonat qilgan bo'lsak, uni yuttirib o'tish yoki tashlab o'tish bilan bizga topshirilgan sirlarni biz o'xshashla shunday xiyonat qilgan bo'lamiz. Payg'ambar alayhisolamning hadisida Abu Dawud rivoyat qilgan bir hadisda mundaq degan: "Al-majalisu bil amana." Bunun ma'nosi nima desa, majlislar amanet bilan billa. Yani biz ma'lum bir sorunda nurg'un kishilarning nurg'un gaplarini anglagan bo'lsak, bu gaplar bizga nisbatan amanetga aylandi. Buni sirtda demang degan. Al-majlisu bil amana deganning ma'nosi bu. Men bu hadisni o'qib nihoyatda cho'chidim. Men tunji o'qibdim bu hadisni madrasaga tayyorlash davomida. Ben bunu o'qib bakmabdi ekanman. Chunki biz nurg'un so'rinlarda gaplarni qilamiz, anglaymiz va bu so'rindagi nurg'un gaplarni darhol mayli o qimmati bo'lsin, bo'lmasin, hatto nurg'un boshqalar anglasa yaxshi bo'lmaydigan gaplarni boshqalarga deb qo'yamiz. Bu bir xil amanatga xiyonat qilishdir. Dal mushu ma'noda Tirmiziyda yana bir hadis bor. Agar birisi sana kelib ma'lum bir so'zlarni qilgandan keyin u qaytib ketsa, sana aytilgan so'zlar amanatdir deb shunday. Bunun bundan bir narsani tushunib olishimiz lozim. Odatda biz boshqalar bizga bir gapni qilib, u atayini bizga eskartib, "Ma gap bir yerga chiqib ketmasin. Boshqalarga deb tashlamang" desa, anandan keyin demaymiz. Ammo unda eskartmasa, biz uni deyishni
hech qanday xato ish deb qaramaymiz. Boshqalarga deymiz. Bu hadisdan qanday ma'no chiqadi desa, qarshi tarafning ma'ni deb qo'ymang deyishining hech qanday hojati yo'q. Agar u mayli dardini to'ksin kelib, mayli maslahat solsin, mayli ma'lum bir masala haqida ko'zdan qarashini bizga o'rtoqlashsin. Agar u o'liqmada taqishga tegishli bir ilmiy masala bo'lmasa, bo'libmi xususiy masala bo'lib qolsa, u bizdan buni deb qo'ymang deb ogohlantirmasimi? Buni deb qo'ymaslik asli talab shu. Ya'ni buning odatda biz kompyuterlarning bir xil nimasi bor. Asli zavod tangishki bor. Yani asli kompyuter zavod tangshalgan vaqtda bundan ishlaydi deb tangshalgan narsa bor. Demak, boshqalarning bizga so'zlagan so'zi bizga eskartib qo'ymasa, uni demaslik asli tangshak, asli talab shu. Bular masalan buning ichida do'stlar orasidagi sirlardan boshqa, shu ayollar o'rtasidagi sirlarni fosh qilishni hatto Payg'ambar alayhisalom deyuslik deb atagan. Ya'ni eng og'ir gunohlarning biri. Bir misol bor. Ömer radhiyallohu anhuning qizi Hafsa radhiyallohu anha onamizni hammamiz bilamiz. Ömer radhiyallohu anhu dastlabda Abu Bakr radhiyallohu anhuga o'zi bu qiziga elchi bo'lib bordi. Bu ya'ni Hafsani sen emringa olgan bo'lsa-da. Buni Abu Bakr radhiyallohu anhu rad qildi. Osman radhiyallohu anhuning yanına bordi. Buni Osman radhiyallohu anhu rad qildi. Shuning bilan Ömer radhiyallohu anhu ko'ngli keldi bu ish. Keyin kunlarning birida Peygamberimiz o'zi elchi bo'lib kelib, Hafsa radhiyallohu anhani emriga olgandan keyin Hazreti Abu Bakr Hazreti Ömer'ge deydi. Biz Peygamberimizden bu niyetini bilgeçke, biz uqqaçqa, biz bunu amanet deb bilip sana demigen idi o. Bunu Peygamber Aleyhisselam mani Ömer'ge deb koymanglar demigen. Bunu özlükidin bunu Ömer radhiyallohu anhu'ga demigen. Yani yukarıki hadisinin ameli icrasını göreleyimiz. Hem de beşincisi İnsanlığa berilgen nimetler. Bizlerge berilgen maddi nimetler, manevi nimetler, hatta bizden sağlamlığımız, boş vaktimiz, mana şularning hammasi bizga ma'lum vaqtlik berilgan amonatlar. Bu amonatlarning o'ddisidan chiqishning usuli, bu amonatlardan yaxshi foydalanish, ya'ni masalan salomatligimiz yaxshi bo'lsa, bu yaxshi salomatligimizdan foydalanib turib, nurg'un yaxshi ishlarni qilib verish. Vaqtimiz jiq bo'lsa, bu vaqtimiz ichida nurg'un ma'nilik, ahmiyatlik, savoblik ishlar bilan to'shqizish. Ya'ni bu vaqtning barakatini eng zo'r darajada qo'lga keltirish. Albatta, iqtisodning, ya'ni pul molning bizga berilgan omonat ekanligini qat'iy unutib qolmasligimiz kerak. Biz bu dunyoda bu pul molning vaqtlik vakolatchisi. Ya'ni haqiqiy egisi biz emas. Vaqtlik vakolatchisi. Ya'ni bizga bu dunyoda berilgan bir omonat. Bu omonatning yaxshi o'ddisidan chiqishning usuli bu iqtisodning bizning ustimizga haqqini ado qilish. Ya'ni uning zakatini vaqtida berish. Bizning qiyinchiligimiz bo'lsin, musulmonlarning ishi uchun vatan millat taqozo qilgan vaqtlarda cho'qim bu iqtisodni shu yo'lga sarf qilish, oilamizni shu iqtisodimiz orqali yaxshi holidan xabar olish, sovg'a salom qilish deganga o'xshash halol yo'llardagi hadiyalar, yaxshi yo'llarga sarf qilish qatorliqlar bu iqtisoddan iborat. Bu büyük amanetning o'ddisidan chiqishning usuli. Biz omonat degan vaqtda shu narsa esimizda bo'lsin. Har bir omonatning omonat topshirilgan kishidan talab qiladigan bir qator majburiyatlari bor. Bu omonat degan so'zning ichiga yoshiringan bu. Yana bir ma'nosi, men ta'kidlab o'tay, bayon deganimga o'xshash, omonat moddiy narsani yaxshi saqlab turishlar emas. Balki ishonch qilinsa, ishonchini yerda qo'ymaslik. Masalan, bu qanday gap? Masalan, birisi bizga ishonch qilib, ma'lum bir xizmatni topshirdi. Ma'lum bir ishga mas'ul qildi. Mana mushu xizmatlarmi, mushu mas'uliyatlarmi bir omonat. Bu mas'uliyatlarning, bu xizmatlarning loyiqida joyida chiqish omonat topshirilgan kishining gardindagi bir haq. Bir narsa chala qolibdi, yuqorqi omonatning ma'no qatlamlarining ichidagi eng muhimining birisi bizga topshirilgan vazifalar. Mesela hozir deganimga o'xshash, balki bizga ma'lum bir maktab topshirilishi mumkin. Ma'lum bir sinfning mudiri bo'lishimiz mumkin. Yoki hatto bir shirkat topshirilishi mumkin.
ma'lum bir shirkatning ichidagi bir xizmat topshirilishi mumkin. Mana bu xizmatlarni amaliyotda bir omonat. Bu omonat o'xshashli bizdan shu omonatni voyaga yetkazib ado qilishni talab qildi. Alloh hammamizni bizga topshirilgan barliq moddiy ma'naviy omonatlarga rioya qiladigan, uning huddusidan haqiqiy chiqa oladigan mo'minlardan bo'lishni nasib qilsin.